Kanada Tashqi ishlar ministri 16 noyabr Kanadaning Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qilayotgan ziyonkashligidan qattiq andisha qilayotganligini aytgan. Garchi u Kanadaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisiga o'xshash irqiy qirg'inchilik so'zini ishlatmagan bo'lsa-mu, lekin Kanada hukumatining ko'p qatim bu vaqtda ochiq bayonot e'lon qilganligini ta'kidlagan. Kanada Tashqi ishlar ministri Şampiyon dushanba kuni o'tkazilgan ichki kabinet yig'inidan keyin yuqorqi so'zlarni aytgan bo'lib, u o'zining xususiy va oshkor holda Xitoy Tashqi ishlar ministriga bu masalani yetkazganligini, buningdan keyinmi davomli shunda qiladiganligini aytgan. Kanada Avam Palatasining Xalqaro kishilik huquq tarmoqi komiteti oldin qayda topshirgan bir dokladda mazkur komitetning tekshirish xulosasini bayon qilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qarshi harakatlarining, jumladan keng ko'lamli yig'ilish lagerlari, majburiy emgak va majburiy tug'mas qilib etish qatorliq nopus kontrol qilish siyosatlarining irqiy qirg'inchilik aniqlamasiga mos keladiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Malaysiya parlamenti Xitoydan qochib kelgan Uyg'urlarni Beijing doiralari bevosita talab qilgan taqdirdami hargiz topshirib bermaydiganligini bildirgan. Janubiy Xitoy Sayar Pochta Gazetining xabar qilishicha, Malaysiyaning Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasi Malaysiya bosh vazir boshqarmasidagi ministr Mohid Redsuan Yusufning bir parlament a'zosining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish haqidagi savollarga qaytargan javobida o'ttirg'a qo'yilgan. Bu yil sentabrdan boshlab maxfiy tutilgan mazkur javob Malaysiya parlamentining tor bekitida e'lon qilingan. George Washington Universitetining professori Sean Roberts bu masala to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Malaysiya hukumati Indoneziya va Tailandni o'z ichiga olgan, atrofdagi Xitoyni qo'llaydigan nurg'un davlatlar hargiz xohlamaydigan maydonini ifodaladi. Bu olqishlashga arziydi. Kato institutining oliy tadqiqotchisi Mustafa Oqyo'l Malaysiyaning maydoniy musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qilgan davlatlarning Uyg'urlarni Xitoyning rejimsiz bostirishidan qo'g'dash uchun qo'llangan qadamlarning biri dedi. Reuters agentligining xabarida aytilishicha, Malaysiya hukumatining bu maydoni Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridagi Uyg'urlarning Malayziyada siyosiy panohlik tilishiga yeshil chiroq yoqib bergan. Turkiyada yangi qurilgan o'qituvchi partiyalardan biri bo'lgan Kelajak partiyasining raisi, sobiq bosh ministr Ahmad Davutoğlu 15 noyabr kuni Uyg'ur harakati raisi Roshan Abbas, Uyg'ur harakati tashkilotining tashqi munosabatlarga mas'ul xodimi Juliya Melsapxonim va Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh taftishi Abdukim Idris apandidan tashkil topgan Uyg'ur hay'atini qabul qilib, ularga o'z partiyasining Uyg'urlarning ovozi bo'layotganligini, bundan keyin ham ovozi bo'lishni davom qiladiganligini ta'kidladi. Bundan burun Saodat partiyasining raisi Tamal Qaramullaoğlu, İyi partiyasining muavin raisi Yavuz Ag'iraloğlu, Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ va Umid apandilar Anqaradagi partiyasining markazlarida Uyg'ur hay'atini qabul qildi. Ular o'zlarining Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatiga bakla ichindiganligini, bundan keyin Uyg'urlar uchun nimalarni qila oladiganligi haqida Uyg'ur hay'ati bilan o'rtoqlashdi. Yavuz Ag'iraloğlu Turkiya parlamentida Turkiya Xalqlar komiteti qurilganligini, bu komitetmi Uyg'ur masalasini o'ttirg'a qo'ydiganligini bildirdi. Germaniyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq vakili Kristof Hosken Rossiya va Xitoyni Shimoliy Koreyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining neft import qilish qaroriga xiloflik qilmaganligini bekitishga to'sqinlik qildi deb aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya jazo komitetining raisi Hosken mundoq dedi. Rossiya bilan Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sungan dokladida varil birligi qo'llanmay aksicha tonni qo'llandi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qaror chiqarishini uzunga so'zlatdi. Hosken Rossiya bilan Xitoyni bu masalani siyosiylashtirdi deb ayblab, garchi bu ahvol murakkab bo'lsa-mu, har ikki davlatning davomli tonna orqali doklad qiladiganligini aytdi. 2017-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi yadro planini davomlashtirgan Shimoliy Koreyaning pishiqlab ishlangan neft va neft mahsulotlari importiga 500 ming varil bilan cheklama qo'ygan. İjtimoiy aloqa tor bekatlari Twitter va Facebookning raislari AMERIKAKېڭەشپالاتاسida saylamga mudoxil qilish qatorliq nurg'un masalalarda guvohlik berdi. Amerika prezidenti Donald Trumpning yozmalariga ogohlantirish berish masalasini alohida diqqat tortdi.
ئامېرىكاكېڭەشپالاتاسىدا ئىجتىمائىي تاراتقۇلارنىڭ سايلامغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى مۇزاكىرە قىلىندى. تۋىتتېرۋەفېسبۇكنىڭ باشقۇرغۇچىلىرى جەك دورسى va Mark Zuckerberg Kengash palata a'zolarining savollariga javob berdi. Kengash palata a'zolari Twitterning saylam natijasi to'g'risidagi ogohlantirishi va Joe Biden haqidagi xabarlarni to'sishini muzokara qildi. Twitterning bosh ijroiya amaldori Jack Dorsey ayblashlarni kechikib e'tirof qildi. Dorsey New York pochta gazetida Joe Biden va uning o'g'lining Ukraina bilan bo'lgan munosabati to'g'risidagi mazmunlarni to'sishning xato bo'lganligini aytdi. Trumpga berilgan ogohlantirish uchurimi asosliq masalalarning biri bo'lib, Twitter bosh ijroiya amaldori Trumpning saylam haqidagi Twitterlarga ogohlantirish berish masalasida keng doirada baholash elib borganligini aytdi.